Uyg'ondingizmi jonim? Avaz aka. Nima bo'ldi? Nimaga men hozir bu yerdaman? Gapiring. Menga nima qildingiz? Voy o'zingni bos. Shovqin qilma, hammasi yaxshi. Avaz aka, to'g'risini ayting. Kecha menga nima qildingiz? Men hech nimani eslolmayapman. Gapiring, hech nima bo'lmadi deb ayting. Tinchlan dedim senga. O'rtamizda sen o'ylagan hech narsa bo'lgani yo'q. Aldayapsan. Sen meni aldading. Senga ishongandim. Sharmanda qilding meni. Aldading meni. Nomard ekansan. O'zingni bos. Sen sevmadib o'yinchoq qilding. Aldab mana bu uyga olib kelding. Manchi, men seni qamataman. Xudo jazoingni bersin. To'xta. Nima qilasan? O'z xohishing bilan keldingmi? Bir qiz hayotini o'yinchoq qilish senga shunchalik osonmi? Qiz bolani hayotini barbod qilish qanaqa bo'lishini senga ko'rsatib qo'yaman. Hozirroq ustingdan borib, ariza yozib kelaman. Voy. Men ifora bexosdan ifoda men bexosdan qildim. Atiq qilganim yo'q ifora.